Ras. Mikrofon ishlayaptimi? Toshkentdan gapiramiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yakkasaroyda duplex 4 xonali 110 kvadratli xonadonimiz sotuvga chiqqan. Hozir chiqdi sotuvga. Juda ham chiroyli xonadonimiz. Hurmatli obunachilar, pastimizda zal, oshxona va bitta sanuzelimiz joylashgan. Tepada esa 3 ta spanimiz joylashgan. Kelinglar, oshxonadan boshlaylik. Ayollarimiz, qaranglar, juda ham fayzli va chiroyligina oshxonamiz. Menimcha pochchamga, xo'jakamga buni aytmasangiz bo'lmaydi, buni oldirib olmasangiz bo'lmaydi. Keyin qarang, texnikalarda, Hoffman texnikalari va bu yoqda kattagina bizni xolodilnigimiz joylashgan. Oshxona qismimizda bu yoqda esa gaz plitalamiz ham Hoffman texnikalari o'rnatilgan va bu yoqda moykamiz va mana bu yerda choy ichib o'tirish uchun joylar ham qilingan. Bu srochniy choy ichadigan joyingiz. Bu yoqda esa 6 talik stol stul, oilaviy hammalaring mana shu yerda o'tirib choy ichsanglar bo'ladi. Kartinkalarimiz juda ham chiroyli, lustralarimiz va bu yoqda zal o'rnida foydalanasiz. Yumshoq mebellari va kartinkalari bor. Bu yoqda esa televizorlarimiz. Ikkinchi etajga chiqib ketadigan xodimiz bu yoqda joylashgan va bizni pastimizdagi sanuzel qismimiz bo'ladi. Hop, kiraverish qismimizni ham ko'rsatib o'taman. Bu yoqda bizni kiraverish qismimiz, podyezddan kirganimizda bu yoqda stroyniy shkafimiz bor. Qarang, aylanasiga juda ham katta shkafimiz. Endi ikkinchi etajni bitta ko'rsatib o'taman. Qani, ketdik. Xo'p, endi ikkinchi etajimizda obzorni ko'rsataman, ya'ni tepa etajimizda. Bilasizlar, duplex variantimiz pastda 55 kvadrat, tepamizda esa 55 kvadrat. Bu bolalar yotoqxonasi juda ham shinam qilingan. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqda ajoyibgina kartinkalarimiz o'rnatilgan va shkaflari bemalol bu yoqda dars qilib o'tirsalar bo'ladi. Endi kelinglar, qolgan xonalarni ham ko'rsatib o'taman. Bu yoqda esa yana bitta spalniy qismimiz joylashgan. Chiroyligina biralari va kartinkalarimiz. Bu yoqda ham mana kompyuterlaringizni qo'yib foydalansangiz bo'ladi va shkaflari bor. Xo'p, bu yoqda kechqurunlari o'tirib, hech kimga ziyon bermagan holda kitoblaringizni o'qisangiz bo'ladi. Dekorniy mahsulotlarimizga bitta ahamiyat berasiz. Eng chiroylilari va sifatlilarini qo'yishgan. Bu yoqda esa bizni tepa qismimizni, sanuzel qismi joylashgan, dushovoy qilingan. Endi kattalar yotoqxonasiga bitta kiramiz. Kattalar yotoqxonasi ham juda ham shinam. O'zini spaniylari, shkaflari, televizorlari, ayollarimiz uchun chiroyligina komodlarimiz va kartinka va konditsioner hamma narsamiz bor. Hurmatli obunachilar, bu uyimizning narxi 110 kvadrat Yakkasaroy Solarisda joylashgan bu novostroykamizni uyimizning narxi 149 ming AQSh dollari. Kelsanglar shu yerda ozgina sunnatiga o'tib berib, baraka qilamiz. Sizlar bilan Muhibulom Abdurahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar.